ikkita o'ra bo'lardi. Ikkita o'ra bo'lardi-da, ikkita o'rani boshiga taxta to'mparib qo'yilardi. Hali taxtani olib turib, bittasiga jo'mashuv, bittasiga yug'indi to'kilardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, qaysi ummatimning xonadonida o'choq boshini va qarangki hojatini oqavasi alohida ketsa, o'sha xonadonni badavlat bo'lishiga men kafilman degan ekanlar. Boy bo'lmay iloji yo'q, boy bo'ladi degan ekanlar. Mana. Endi bizlarning zamonga kelib, xo'p, shunaqa joylarda yashaymizki, uni ajratib bo'lmaydi. Nima qilish kerak? Loqal qozonni to'g'ri ko'tarib olishni o'rgatish kerak. Bu ovqatni yaxshilab suzib olgandan keyin ichida qolgan har bitta guruch uchun javob borligini bildirish kerak. Bir vaqtda laganni ko'targandan keyin buvalarimiz aytardi. Har bitta guruchga 10 ta savob. Qani kim ko'p yeydi desalar, yotib olib, qarangki bolalar bilan talashib, aka-ukalarimiz bilan talashib guruch. Bujon 7 ta terib yedim desa, 70 ta savobdirdilar. Buvajon 5 ta terib yedik desa, 50 ta savobdirdilar. Hozircha to'kilgan joyida qoladi. Bolalar hatto amin deyish esiga kelmaydi. Ko'char nari boshiga kelganda, "Ha, amin qildingmi?" deb ona baqirib qoladi. Bir vaqtda ota buva qo'l urib boshlab, ota buva bitta potaxani bermaguncha yegis kelmayotgan odam ham dasturxondan turmas edi. Hozir yegim kelmayapti deb turib ketadi, orqasini o'giradi. Mana bularning hammasi asta-sekin hurmat, milliy qarangki qadriyat va dinni ya'ni uzilib borishiga sabab bo'lar ekan. Demak, mana shu qozonni guruchini obdan ko'tarib, ertaga shu yarim piyola yog'ini suzib olsa, o'rgatish kerak ekan-da. Bolam shunga yana bir qoshiq yog' qo'shsangiz, peshinda suyuq osh qaynaydi. Eringiz ham sekin-sekin bag'riga shamol tegadi, bir kunlik qarangki yog'dan forig' bo'ladi. Shunaqa qilib erni xotin kishi inshaalloh boy qiladi deb turib, ta'lim berishni o'rgatishimiz kerak ekan. Bir odam yegan ovqatni hozirgi yoshlar boradi, shunda po'choqqa tashiydi. Uval bo'ldi-ku, po'chog'i deydi. Men o'zim bir yosh kelinga aytdim, uval qildingiz-ku ovqatni hozir desam, po'choq-ku mol yedi-ku dedilar hozir javobli bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, qaysi uyda odamdan qolgan ovqat yeyilmasa, u xonadondan katta baraka ketadi dedilar. Sababi, mo'mindan qolgan ovqat mo'min uchun endi taom emas, dori bo'lib kiradi, shifo bo'ladi dedilar. Bugun misol uchun bular taom yedilar-da, bo'ldi, men olib qo'ydim. Yemaysizmi desam yo'q dedilar. Endi shu o'yi odamim axir. Hammasini bitta qildim. Olib borib qo'ydim. Ertasi kuni peshinda isitib turib men yesam, Alloh aytibdi, "Sani ichingga endi bulardan qolgan ovqat dori bo'lib kiradi, ovqat bo'lib kirmaydi" deyapti. Mana shu jonimni og'ritib turgan bir dardimga Alloh olib borar ekanda, shunday malham qilib senga aytib qo'yadi. Palonchi doridan yaxshi bo'ldimi? Palonchi tabibdan shifo topdimi deb yuraveramiz biz aldanib. Vaholanki mo'mindan qolgan sarqitni o'zi mo'min uchun shifoga aylanar ekan. Qarang, buni bolalarga o'rgatish kerak ekan inshaalloh.